Balısıga soski beriyotgan analar diqqat. Siz balangizga soskini to'g'ri tanlay oldingizmi? Nachar materiallardagi soskilarni balalarga bergan chaqda oqibatining qanday bo'lganligini bilamsiz. Mening bu filmimni ko'rib bo'lgandan keyin soskilarni haqiqiy yaxshi o'lchamlik ishlata va tanlay oladigan bo'lasiz. Oldimga tizvog'inim bo'lsa, shu bozorlarda eng ko'p uchraydigan har xil materiallardagi soskilar. Diqqat qiling. Buning ichida ba'zi birlarini balalarga qat'iy ishlatishga bo'lmaydi. Eng avval sulyav soska. Diqqat qiling. Sulyav soskini balalarga ishlatishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki sulyav o'zi bir ximiyalik material. Bu yuqori gradusga bardoshlik berolmaydi. Masalan, sulyavniki eng yuqori bardoshlik berish kuchi 60 gradusdan eshib ketgan chaqda erib ketadi. Masalan, biz qaynayotgan suyimiz 100 gradus shunda, ammo ba'zida shu suvni quyib qolsak yoki qaynoq suvga besib qolsak, bu eriydi. Erigandan keyin tarkibidagi ximiyalik moddalar ajraydi, balalarimizga ziyonli bo'ladi. Shunga sulyav soskini har qanday balalarga ishlatishga bo'lmaydi. Ikkinchisi bo'lsa aynak soska. Aynak soska 600 gradusga bardoshlik beradi. Buningga hozir qaynayotgan qaynoq suvni qo'ysangizmi, erib ketmaydi, ichida g'ayri puroq, g'ayri moddalar shakllanib qolmaydi. Hamda mana kichik aynak soskining shu kichiklarini yangi tug'ilgan boboqlarga bakrak tavsiya qilamiz. Hamda diqqat qildigan ish, aynak soski setib olgan vaqtinglarda aynak soskininki aynakni farqlantira olasizlar. Lekin mana imizikinin kauchuk degan materialdikini tanlab ishlatishinglarni tavsiya qilamiz. Uchinchisi bo'lsa, yanada aynak soska. Abay degandek aynak soska yuqori gradusga bardoshlik beradi, hamda bexatar, hamda erib ketmaydi. Hamda ba'zi onalar o'ylaysizlar, shu aynak oson chiqilib ketadi ekan. Men bolamga chiqilmaydigan soska beratdim deysizlar. Lekin men sizlarga desam, shu 4-5 oylikdan burun bolalarga amalba aynak soska ishlatinglar. Ham chiqilsa, shu soska chiqilsin. Shunami? Bolalarimiz salomat bo'lsin. To'rtinchisi bo'lsa, kauchuk soska. Hamda kauchuk soskining farqlantirib, haqiqiy kauchuk degan materialdagi soskalarni olsangiz, bolalarga bu intayin bexatar bir materialdan ishlangan soska. Hamda kauchuk soskining aloyligi bo'lsa, yagichisi chiqilmaydi. Yuqori gradusga bardoshlik beradi. Buni bolalarga ishlatishga bo'ladi. Lekin 4 oylikdan yuqori bolalarga ishlatishinglarni tavsiya qilamiz. Kauchuk soska ishlatishga bo'ladi. 5-inchisi bo'lsa, PP-ASU degan materialdagi soska. PP-ASU degan materialmi bolalarga nisbatan bexatar material. Lekin bu yerda ko'pincha PP bilan PP-ASU ni farqlantirolmaysizlar. PP-ASU haqiqiy bexatar material, bolalarga ishlatsak bo'ladi. Lekin PP materialni o'yinlab ko'ringlar. Endi meningcha men bak tavsiya qilmayman. Anadan keyin nurg'unlar shu PP-ASU soski bilan PP yoki sulyav soskalarni asan bir-birisiga aralashtirib yetisizlar. Mishqa asosan bunda ko'rinish jihatdan o'xshaydi. Hamda buni farqlantirishning usuli haqiqiy PP-ASU degan soskining ostiga, mayerga materiali PP-ASU deb yoziladi. Yoki buniki o'ralma qepidimi PP-ASU degan gap aniq bo'lsa, shu materialning ismi aniq yozilgan bo'lsa, buni PP-ASU soskini ishlatsanglar bo'ladi bolalarga. Lekin hamda PP-ASU degan soskini men shaxsan 1 yoshdan yuqori bolalarga bakroq tavsiya qilaman. Hamda mayli shu soskalar bo'lsin, yoki bovoqlarniki boshqa mahsulotlar bo'lsin, yoki davlatimizda ishlangan yoki import qilingan har xil bovoqlarning ozuqliqlari bo'lsin. Masalan, kalsiy desan degandek, mushlarni men haqiqiy tushunib, bolamga mos keladigan, haqiqiy yaxshisini apasam bo'ldi degan bo'lsangiz, bizning do'konga kelib ko'rib ketsangiz bo'ladi. Bizning do'kon Urumchi Xinchang 2-qarar bilan Fulivanning oraliqidagi yo'lga joylashgan Annanna ona bolalar mahsulotlarini maxsus etish do'koni. Annanna markasi esingizda bo'lsin, 10 yilning yoqi maxsus ona bolalar mahsulotlari bilan apilishib kelayotgan. Shunga bizning tajribamiz haqiqatan mo'l. Agarda mushu filmimning sizga ozroq bo'lsa yordami tekkan bo'lsa, yurak berib saqlayinglar. Rahmat sizga.